Toyota tezligini bir ko'raylik. Chidamkorlik. Albatta Toyota juda ham mustahkam mashina bo'lib chiqdi o'ylaganimizdan ko'ra. Ajoyib. Keyingisi Mercedes. Hamma yoqtirgan G. Mayli. Voy bu. Buklanib ketdi-ku. Afsus. Rolls-Royce dunyodagi eng qimmat mashina. Afsuski bu ham yaramas ekan. Parchalanib ketdi. Mayli. Chiqisi yo'q. Range Rover Bugatti mashina. Qani bo'lmasam ko'raylikchi, Bugattiligi faqatgina tekis yo'llar uchun ekan. Mayli, o'zimizni mashinalardan qo'ymasin Chevrolet. Ajoyib, gap yo'q. Juda ham xuddi tekis yo'lda ketgandek ketyapti. Tassanni o'zimizni mashinalardan qo'ymasin. Tesla. Qani ko'raylikchi mahoratini. Voy bu, achilib portlab ketdi-yu. Mayli azizlar, keyingi videolarda kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang.